Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammamiz sizlar sport bilan 100 kun nomli challenge'imizni bugun 69-kundamiz. Bugun odob haqida biroz shu mavzuga to'xtalib o'tmoqchi edik. O'qi a'lo bo'lsin husning, to halol bo'lsin rizqing. Haqdan quvonsin ko'zing, yomonga o'girgin yuzing. Men odobsiz olim bilan uchrashmaganimga shukr qilaman. Abdulloh ibn Muborak roziyallohu anhu. Misrga kunlarda birida bir ilmli insonni kelgani xabar eshitiladi. Shunda Abdulloh ibn Muborak uning odobini surishtirgizadi. U ma'lumot olib kelganda, ya'ni surishtirgan insonni olim deydi, ahli ilmdi. Ilmi ko'proq ekan, ammo biroz beodob ekan. Shunda Abdulloh ibn Muborak hayron qoldiradigan bir so'z aytgan. Agar menga deydi, bir shaharga dunyoni ilmini egallagan inson kelibdi, ammo odobi biroz ozgina ekan, ya'ni beodobroq ekan u inson desa, o'sha inson bilan men uchrashmaganimga shukr qilaman dedi. Aksincha, shaharga bir inson kelibdi, ilmi ozroq ekan, ammo odobi insonni sevdiradigan darajada ekan, juda bir odobli ekan, husni xulqi, odob axloqi joyida ekan desa, shu inson bilan uchrashmaganimga men nadomat qilaman degan ekan. Chunki deydi Abdulloh ibn Muborak roziyallohu anhu, men odobni 30 yil, ilmni esa 20 yil o'rgandim deb ma'lumotni ulashib ketadi. Savdogarlar ustozi yoxud omad kaliti kitobida. Sizlarga ham shu foydali ma'lumotni ulashib qo'yay dedim. Ya'ni avvalgilar bir ahli ilm ham aytadi. Men 20 yil o'qigan bo'lsam deydi, 18 yilni odobga, 2 yilni esa ilmga bag'ishladim. Agar menga qo'yib bersalar, barcha o'qiganlarimni odobga alishtirgan bo'lardim dedi. Ya'ni 20 yilimi barchasini odobga bag'ishlardim deb aytgan ekan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.